Surxondaryo viloyat perinatal markazimizda 4 egizak chaqaloqlarimiz dunyoga keldi. Mana hozir operatsiyadan chiqib kelishmoqda. Bolalarimiz holati o'rtacha. 3 o'g'il, 1 qiz farzand. Mana bolajonlarimiz. Mana bolajonlarimiz onajonimizga qulluq bo'lsin. Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Bir chaqaloqning yig'isi xonadonga quvonch olib kiradi. 2 egizak esa baxtni 2 karra oshiradi. Andijondagi bir oilaga esa quvonch 4 karra nasib etdi. Ona va bola markazida bir vaqtning o'zida 3 o'g'il va 1 qiz dunyoga kelib, shifokorlar va ota-onalar uchun unutilmas voqeaga aylandi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, 4 egizakning dunyoga kelishi kam uchraydigan holatlardan biri hisoblanadi. Bugun 4 nafar egizakning dunyoga kelishi bu markaz tarixidagi 3-holatdir. 2-iyun kuni bizga ko'p homilalik tashxisi bilan qabul qilingan. 8-kuni kesir kesish yo'li orqali chaqaloqlarni dunyoga keltirildi. Apgar shkalasi bo'yicha chaqaloqlarimiz 4-5 ballga 3 ta o'g'il, 1 ta qiz jinsda sog'lom tug'ildi. 3 o'g'il va 1 qiz bir oilaga bir vaqtning o'zida nasib etgan katta baxt. Farzandlarining ilk nafaslarini eshitgan ona bugun o'z baxtini so'z bilan ifodalash qiyinligini aytadi. Hayajoni va his-tuyg'ulari shu qadar kuchliki, u mikrofonimiz qarshisida gapirishni ham istamadi. Onaning aytishicha, qalbidagi cheksiz quvonchni so'zlardan ko'ra ko'zlaridagi baxt va tabassumi yaxshiroq ifoda etadi. Hozirda onaning holati stabil, yaxshi, bolajonlarimizning holati ham stabil, sog'lom, yaxshi. Ona va chaqaloqlar shifokorlar nazoratida. Biz esa bu baxtiyor oilaga farzandlari kamolini ko'rishini tilaymiz.